Assalomu alaykum. Bugungi videoda dars qilish uchun, qanaqadir ish qilish uchun, deep work qilish uchun alohida joylar, lokatsiyalar haqida gaplashamiz. Nimaga lokatsiya muhim? Qaysi joylarda dars qilish kerak? Nimaga bitta ish qilingan joyda ikkinchi ish qilish kerak emas haqida, shu haqida qisqacha gaplashamiz. O'zi dars qilish uchun odatda alohida imkon qadar joy, lokatsiya bo'lgani yaxshi va u joy ham faqat dars qilish uchun bo'lishi kerak. Telefon o'ynash uchun emas, film ko'rish uchun ham emas, hattoki balkim kitob o'qish uchun ham emas, faqat dars qilish uchun deep work, chuqur tahlilga, chuqur ishga kirish uchun kerak. Diqqatimiz bo'linadi, baribir biz o'zimiz xohlamagan holatda. Yaqinda Aziz akani nishonlari chiqdi, inobatga olish haqida. Bizda baribir diqqatimiz chalg'iydi. Oldin o'tirib telefon o'ynagan joyimizda dars qila olmaymiz. Xohlamasak ham telefonga xayolimiz ketib qolishi mumkin. Shuning uchun qanaqa joylarda siz video olsangiz, ssenariy olsangiz, blogingiz bo'lsa, qanaqa joylarda o'zi ilhom keladi. Birinchisi, tabiiy toza havoda miya yaxshi ishlaydi deyishadi. Bu bo'lishi mumkin qanaqadir bog'lar, parklar, toza havo va imkon qadar yorug' joy bo'lishi kerak. Qorong'i emas, yorug'lik tushib turadigan joy bo'lishi kerak. Ikkinchisi bu tabiiyki internet kafelar hozir bormi yo'qmi, lekin shunaqa joylar bor. O'zi alohida dars qilish uchun mo'ljallangan kutubxonaga o'xshagan joy. O'tga faqat borib dars qilasiz. Hamma dars qilishga boradi, notebookni olib qanaqadir ishlashga boradi. Shunaqa kafelar bor. Uydagi lekin o'tda boshqacha miya ishlaydi, baribir boshqacha diqqat bo'ladi, o'tda seziladi. Agar umuman qilmagan bo'lsangiz, buni sinab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Parallel muhitda ham, yopiq Telegram kanalda ham shu haqida batafsil yozilgan. Uchinchisi bo'lishi mumkin, mana mashina. Farqi yo'q, mashinada shunday video yoqib olaman. Hammada har xil joyda ilhom keladi. Muhimi, sizni hech kim chalg'itmaydi. Begona insonlar bo'lsa ham baribir ularga siz e'tibor qaratmaysiz. Hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'ladi. Shuning uchun kafelar ham to'g'ri keladi o'z odatda. Ikkinchisi, to'rtinchisi bu bo'lishi mumkin shu kutubxonalar. Kitob o'qish. Atom odatli kitobida ham kelgan muhit katta narsani hal qiladi deydi. Ya'ni tinch joyga kirib, tabiiyki baqir-chaqir qila olmaysiz. Siz ham tinch o'tirishingiz kerak. Shu bois diqqat ham yaxshi bo'ladi. E'tiboringiz ham, fokusingiz ham bitta darsga qarash osonroq bo'ladi baribir. Hech kim gapirmaydi, shovqin yo'q. Hamma dars qilayotganda ularning ham muhitiga, hamma dars qilayotganda muhitiga siz ham tushib dars qilib ketishingiz, ya'ni diqqat qilib ketishingiz mumkin. Muhitga qarab bizani tabiatimiz ham o'zgaradi. Misol uchun shovqinli qanaqadir joyga borsak, biz ham tabiiyki baland ovozda baqir-chaqir qilib gaplashib o'tiramiz. Xo'p, mana shu lokatsiyalar muhim, alohida joy muhim dars qilish uchun, ilhom kelishi uchun, blogingiz bo'lsa, ssenariy yozish uchun, kino bo'lsa, qanaqadir video olsangiz ham YouTube'ga, Instagramga ssenariy yozish uchun har xil mana shunaqa joylar, lokatsiyalar muhim baribir. Muhim emas deb o'ylayman men ham. Bitta joyda ham dars, ham kitob, ham televizor, ham ovqatlanish o'zi noto'g'ri ish. Bitta xonani o'zida ham agar imkoningiz bo'lmasa, ko'p xonalar bo'lmasa, tabiiy bitta xonani o'zida ham 3-4 ta lokatsiya qilish mumkin. Lokatsiya deganda aynan boshqa joy yoki boshqa xona nazarda tutilmayapti. Misol uchun stol ustida faqat dars qilishingiz, kalovotda uxlashingiz muhim. Telefon ham, kino ham, ovqatlanishingiz ham emas, chunki bog'lanib qoladi. Telefon o'ynashingiz, uyqungiz qochib ketadi. Agar uxlaydigan joyingizda telefon o'ynasangiz, hamma joyi o'zini vazifasi bo'lishi kerak va u joyda boshqa hech narsa qilish kerak emas. Ishxonada siz
рабочий stolist oldida, ishlaydigan stolist oldida film ko'rsangiz bo'ldi, u joyda sizni diqqatingiz filmga ketib qolaveradigan bo'ladi. Ishlaydigan joyda faqat imkon qadar ishlash kerak. O'zi deep work qilish uchun, ya'ni chuqur ishlash uchun, diqqat bilan ishlash uchun telefonni umuman olib kirish kerak emas. Yoningizda turishi ham kerak emas. Kompyuter o'zi bo'lsin, ruchka, daftar bo'ldi. Telefonni o'zi keragi yo'q aslida. Xo'p, mana shu haqida edi bugungi videoda. Lokatsiya muhimligi, muhit muhimligi haqida. Shu bois muhitinglarni yaratib olinglar, dars qilishga alohida joy bo'lsin, hech kim sizni chalg'itmasin. Hayolingiz o'zingiz xohlamagan holatda ketib qoladi baribir. Chuqur diqqat qila olmaysiz, shovqin joyda dars qila olmaysiz baribir. Shuning uchun xulosa qilib aytganda alohida lokatsiya joyingiz bo'lishi kerak. Unda keyingi videoda shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat.